Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan bitta yaxshi informatsiya deyman, o'sha informatsiya deb bildirganim yaxshi. Ular bilan bo'lishmoqchiman. Hozir bahor paytida, umuman olganda kech bahor bilan yozda olingani yaxshi, chunki shira qotib turadi. Yomg'irdan keyin u yumshaydi. O'shaning uchun daraxtlarda bo'ladigan, aynan mevali daraxtlarda gilos, o'rik, olxo'ri, ayniqsa shoftolida chiqadigan shira, bu daraxtlarda kasallik belgisi. Buni kesib tashlab, o'rnini medni ko'piris bilan, suvda eritilgan medni ko'piris bilan ishlab berib, daraxtlarda kasallikka barham berish mumkin. Lekin mana shu shira odamzod uchun juda ham foydali. O'sha shirani olib, no'xattisini yuvib, ko'proq yig'ib qo'ysangiz yana ham yaxshi. Yig'ib qo'yasiz, quritib qo'yasiz. Uni quritish oson, quruq joyga qo'ysangiz quriydi. Quritib taqillab turadi. O'shani shunday no'xattisini olib, yuvib, yaxshilab yuvib, til tagiga tashlab, shimib yursangiz, og'izdagi infeksiyalarni, tomoq og'riq, ichki oshqozon, ichki parazitlarni o'ldiradi, og'riqlarni barham. Juda ham ko'p dardga davo. Men oxirigacha buni daskanalni tushuntirib o'tirmayman. O'shani olib, og'ziga olib shimib yuringlar. Kuniga bir marta yetadi. Buni do'konlarda sotiladi. Menimcha nomi budur. Bu arab davlatlarida daraxtlardan olingan shirasi. Bu ham dorivor daraxtlardan olingan shira. O'zbekistonda ham har qadamda uchraydi. Mevali daraxtlar oldiga borsangiz, albatta qaysi birida qayerdadir shira chiqqan joyi bor. O'shani olib, tozalab, yuvib, og'izga solib shimib yuringlar. Og'izdagi infeksiyalarni o'ldiradi, tomoq og'riq barham topadi, ko'p dardlar barham topishiga sabab bo'ladigan yaxshi dorivor narsa bo'ladi bu narsa. Salomat bo'ling, Allohim hammamizni o'z panohida asrasin, el yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim topganimizga baraka bersin, rizqimizni keng qilsin, salomat qilsin. Borlaringiz shukr, rahmat. E'tiborlaringiz uchun salomat bo'linglar.